Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 10 fevral 2026-yil navbatdagilar bo'lgan. Mana tural bo'lgan tunkani o'rab oldik. Ko'rib turibsizlar, chotki holatda pollarigacha tunka o'raldi. Hop, shumkalar bo'lgan. Har joyda konteyner pollar bor mana. O'ta qattiq zarba beryapti shogirdimiz mana. Bu narsalar siliqib tegadigan bo'lsa, mana bunaqa qurilish do'konida paxta, shifer bormi, semen bormi, qattiq tegadigan bo'lsa, shu joylari bukilib ketmasligi uchun qo'yiladi. Penoplekslar bor mana bu joylarga. Hashak-pashaklar to'lib qolmasligi uchun issiq sovuqda orqa tomondan zashita qiladi. Yo'llarda ham penopleks shumkalari bu joylarni mana tagigacha 1,5 sm ichkariga qaytgan. Ochganda qo'lga kesilmaydigan, ilmaydigan holatda bo'lgan. Alohida yoniga qutilari bor, tepasiga bagajlari bor, yoniga dugalari bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarga behijolat telefon qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, Sitofor yaqinida bo'ladi. Kamchilik xatolar bo'lsa, behijolat telefon qilaverasizlar va kommentariyaga yozib ketinglar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'ida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida o'rnashtirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa yozib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.